Assalomu alaykum. Bugundan boshlab sizlar bilan 10 kun davomida duduqlanish, tutilish va nutqida nuqsoni bor insonlar bilan individual ishlaymiz. Sizlarni me'yoriy talaffuzga o'rgatishga harakat qilamiz. Biz men aytgan mashqlarni birin-ketinlikda bajarishingiz kerak. Bugun birinchi kun. Xo'p, bugundan boshlab tilingizga ozgina e'tibor berishingiz kerak. Til mashqlarini bajarishingiz kerak. Birinchi o'rinda tilingizni jag'ingizga tushirishingiz kerak 10 marta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artamiz. Endi tepaga, burunga qaratasiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artamiz. Endi yonga 10 marta. 1 2 3 4 5 ikkala tomonga. 6 7 8 9 10. Bo'ldi. Bu mashqni siz 3 kun bajarasiz. 3 kundan keyin yana qo'shamiz. Xo'p? Me'yoriy talaffuzga kelishda birinchi o'rinda S harfidan boshlaymiz. Sirg'aluvchi S harfi. Nima uchun sirg'aluvchi deydi? İçingizda sirg'alib chiqadi. Tushundingiz? Boshlaymiz. Sa, si, se, so, su, so. Endi birinchi unli harf, keyin s'ni aytamiz. A, s, i, s, e, s, o, s, u, s, o, s. Endi bir bo'g'inli so'zlarni aytamiz. Mana siz bunaqa paytda umuman tutilmaysiz ham, duduqlanmaysiz ham, chunki bu birinchi bosqichlarida. Tushundingiz? Nolavoydan qo'lingizdan yetaklab kelyapmiz. Shuning uchun tutilmaysiz. Bir bo'g'inli so'zlar. Sim. Sim. Six. Sinf. Soy. Sop. Soch. Mos. Tos. Suv. Sut. Mana siz bilan bir bo'g'inli so'zlarni takrorlab oldik. Endi sh harfiga bir bo'g'inli so'zlarni takrorlaymiz. Sh. Me'yordagi sh tovushini bo'g'inlarda mustahkamlash. Sho, shu, sho, sha, shi, she. Bu ochiq bo'g'in edi. Endi yopiq bo'g'in. Osh, ush, osh, ash, ish, esh. Endi bir bo'g'inli so'zlardan aytamiz. Shod, shoh, osh, bosh, mosh, qosh, sho'x,
tush, qush, dush, mush, xush, shoh, bosh, josh, tush, xo'sh, qo'sh. Har bitta harfni talaffuz qilayotganda boshidagi bir bo'g'inli so'zlardan kamida 10 tani takrorlashingiz kerak bo'ladi. Z harfiga me'yoriy talaffuzni boshlaymiz. Za, zi, ze, zo, zu, zo. Endi unli harfga aytamiz, keyin zni qo'shamiz. Az, iz, ez, oz, uz, oz. Endi bir bo'g'inli z harfi bor so'zlarni aytamiz. Zax, zar, zargardagi zar, zang, gaz, jaz, zich, tuz, agar tutirish ichingizdan kelayotgan bo'lsa, chuqur nafas olasiz, burningizdan nafas olib og'izdan chiqarib yuborsangiz, bu sizni tutilayotgan joyingizga havo yetib boradi, kislorod yetib boradi va sizni qiynamaydi. Chiqib ketadi ovozingiz, xo'p? Tuz, muz, kuz, oz, soz, g'oz, iz, oyoq izi, qiz, zot. Yetadi. Bugungi s bilan z ni o'rgandik. Xo'p? S bilan z ni bir bo'g'inli so'zlarini o'rgandik.